aptekada sizlarda shunaqa holat bo'lgan, menda bo'lganda, men misol haligi kirib turib aptekasiga, "Opa, mana 3-sidagidan bormi?" deysiz, 3-sidagi demasangiz tushuntira olmaysiz haligi. Chunki varaqqa yozilgan narsa bir grekchada yozilgan bo'ladi, uni aptekachi biladi, doktor biladi, xolos, boshqa birov tushunmaydi. Mashindan bormi siz? "Ha, bor" deydi. "Necha pul desiz?" 1,5 million so'm deydi. Opa, mashinga jicha o'xshagan, mendayroq ta'sirchanligi jicha mendayroq bo'lsa ham, mendayroq jicha sal-pal arzonroq yo'qmi desiz? "Bor" deydi, "Mana monisi bor." 10 ming so'm deydi-yu. Opa, qanday u 1 million 490 ming so'm farq qilyapti bu? Nima bu? Men rangi o'xshasa bo'ldi demadim dorini. Yo bir marta shimilganmi mana, yomg'irda qolib ketganmi? Qanaqasiga unaqa? Yo 1,5 millionga puling yetmasa 10 ming so'mlik tarakan dorini ichib o'lib ket deyapsizmi? Yo endi o'zi so'radi. Uyda bilasizlarmi? Opa dedalar, sirog o'tgan dorini ichib yuboradi, dedushkalar. Va shu farqi, parastamol ichi sirog o'tib qolgan bo'lsa, sal kamroq ta'sir qiladi deb o'ylayman. O'limdan va shu qo'qishi yo'q. Izgatovlini SSSR tursa ham, bu SSSRda qattiq chiqqanda dorilar urib ishoradi-yu. Jiyan tug'ilishini tog'achalik ko'p kutadigan odam bo'lmasa kerak. Alqasosu minal haq, har kim qilgan ishiga uni bolasi javob beradigan kun. Men haligacha hayronman, nimaga 5 yoshli jiyanim bir qop unni ko'tara olmasligiga. So'rashinglar mumkin. Qanday 5 yoshli bola 50 kiloni ko'taradi? Qani tengli deb. Tengliydi unga ayasi tushuntirsin. Ayam to'ydan 5 ta qant olib kelganda 3 tasini menga berib, o'ziga 2 tasini olib qo'ygan uchun aytishinglar mumkin, senga ko'pini beribdi deb. Yo'q, o'ziga olgan 2 ta qantini bittasini ikisi, bittasi deb. Menga bergan 3 ta qanti, bittasi iris, bittasi rachki, va uchinchisi ham qanaqadir piyozli qant edi. O'zini tangemligiga ishontirib haligi qo'yam yemay o'tib ketgan o'tlarni yedirib yuborgani bu vashshi. Qo'yam yemay deganim sababi oldida MMDNC ham bor edi. Yaxshi ham doktor House o'g'il bola bo'lgan, bo'lmasa ashinga ham ishontirib operatsiya ham qilib yuborar edi. Qo'shni itiga seni aytib qo'ydi, endi seni taniydi, quvlamaydi deb turib, ashindan keyin qilgan xatoyimni deb men 21 ga kirdim. Men itga o'xshagan luboy hayvonni hozirgacha qo'rqaman. Endi men u darajada yomon bo'la olmayman, to'g'risi. Haligi tomga chiqqanda senga sovg'ab kelib tomga qo'yib qo'ydi deb chiqqandan keyin olmoqoqni yig'ishtirmasang tushmaysan deb shartini olib qo'yish, bu qabihlik darajasiga yetdi. Gitlerdir o'yinida bo'lish kerak buni qish qilish uchun. Maktabda yurasan, o'qimasang onalarga o'xshab deyilgan kasb vakillari esinglardami? Mana misol taksistlar xabaringlar bor, maktab darslariga qo'shilmasdan turib, gnida degan so'zga sinonim bo'lib qolganlarida, haligi gideta Alibey bayramdan keyin maktabga chiqmay qolgan odamni uyuniga tenglashtirilishinglardi. Yurasan, o'qimasang taksist bo'lib. Hozir taksistlarga o'rayapman, eng ko'p bir-birini paddeshga qiladigan kasb vakillari. Qayda gayi bor, qayda radar bor, qayda gaz zapravka ochiq, hammasini aytib berishadi. Hech kimga ziyoni tegmaydi bularni. Bitta ham poraxo'r taksist yo'q. Kimdan pora oladi bular? Birovga ziyon tegmaydi, birovda aldashmaydi. Yokida yurasan, o'qimasang yer kavlab Rossiyaga borib. Ustoz, yer kavlashdan uyatib, ana taksistlik qilishdan uyatib, ko'proq pul topay deb hali yerni kavlaganni nimadir solib ko'mib qo'ymayotgan bo'lsanglar normalniy. O'qimasang, tilni bilmasang, pulingga aldab qo'yishadi. Tilni o'rganishing kerak. Rostdan shunaqa bo'ldi. Ash paytda aytganingizga kirib o'qib tilni o'rganib olganlar, hali o'ris pulini olib, o'zbeklar o'sha o'ris tilini bilmasligini bilib ashlarga bo'lib beradigan o'zimiznikilar aldayapti-da, lekin. Nimaga gap endi bobona? Seni yigiting bir oyda topadigan bo'ldi, men 1 yilda topaman. Ko'proq o'ylanglar, siqilinglar, to'xtab qolish payti keldi. Bular hech qaysini o'tib ketmaydi. Kurimda peridoza, piyonda tuberkulyoza. Bizda shunaqa xavfli insonlar bor, ya'ni kech qolib ketadigan insonlar, menga o'xshagan. Lekin biz unaqa yomon odam emasmiz. Biz ham sizlarning singari vaqtida turamiz bu dunyoga, lekin miyamizda shunaqa bitta fikr keladi. Davay 5 minut uxlasang hech narsa o'zgarmaydi. Bo'pti deb turib 5 minutga shunday ko'zingizni yumib turib 5 minutdan keyin bitta ochasiz, keyingi yilga o'tib ketgan bo'lasiz. Bu biz aybimiz emas, mana misol poyezdda, samolyotda qayerdir ketmoqchi bo'lsangiz, ertalab ko'zingizni bitta ochsangiz, poyezd ketishiga 5 minut qolgan bo'lsa, bu uje unchalik qo'rqinchli emas. Bo'ldi, bu xavosib o'tkazib yuboribman, ketaversin. Uxlaoraman dalish. 25 minut qolgan bo'lsa, haligi fikr keladi. Ulgurasan. Bola, ulgurasan deydi. Lekin ulgurmaysiz. Taksidan tushishingizga atay qilib asha mahal ketadi poyezd. Shofir ham atay oxiriga chiqib qo'ygan. He, qolib ketding, itga yag'i, biz ketyapmiz. Bo'ldi endi. Yuraverashadi. Senga ko'rsatib ketdi atay deydi. Yaxshi ham mendan tupoy odamlar bor jamiyatimizda, ko'rsam maza qilaman. Kofe ichib qolib ketadiganlar bor, bilasizlar? Biz mana kofe ichyapdik, ketuvardimi? Ha, ketuvardi. Kofe qanaqa ekan? Grechkani ta'mi kelyaptimi? Bo'ldi, bu yoqqa Kuala Lumpurga piyoda birinchi kunda videoni boshlaning. Eng yaqin oshna qanaqa bo'ladi bilasizlar? Eng yaqin mash uyingizdagilar mayli, qo'shnilaringiz ham mash bola mash yashasa kerak deb o'ylaydigan bola bo'ladi. Kech payt luboy mahal uyingizga to'g'ri kirib kelaverdimi? Kech payt ishdan birda kelsa jayzda yotgan bo'ladi. O'ttashi bolaman. Umuman uyatmaydi ham-da, hijolat qilishgan uyatmaydi ham. Ertalabda hojatxonaning oldiga chiqib, "Kim ichkari dada shekilliga?" Va chiqinganda kelibdi, odam ham ko'payib ketdi, bir avtobus odam olib ketdi. Ichingizni to'lganmi? Deyaveradi, "Vash uyatmaydi." Hijolat qilib qo'yishdan bunga yetadigan yo'q-da. Men bitta joyda ishlaymiz, WhatsAppda gruppa bor. Nimadir yozsangiz WhatsAppda o'chirib yuborganingizdan keyin o'chirib yubordi deb yozuvchi chiqib turadi. Sekin ashuni atmaychiq turib galosovoy tashab beradi.
Oshna boshliq haqida bekor uni debsan, ayasini ham qo'shib yuboribsan, ammo o'chirib yuborib, to'g'risan deb tagiga boshliqni atmetga qilib berdi. Va shu uyatmi. Bitta qiz o'tib qolsa, chiroyli qiz ekan, siz oldiga borib, "Mana qizmi? Mana qizni aytyapsan, ashi bola sizni sevyapti, oshnam bo'ladi, sevyapti hol sizni." Ammo yaxshi bola, yaxshiligida bir marta tualetga tushib ketgan, sigir sag'ishti bilan Mo'g'toydan chiqmagan bola. Sigir saqqanni ko'rgan videosi bor, xolos tashlab berib, ashna deb. Men sizlarga oldin ham aytganman, hayvonlardan cho'chiyman baribir. Ozgina fobiya bor baribir. Nima bo'lsa ham u hayvonda, men 100% qo'rqmaydigan bitta hayvonim bor, bu chigitga bo'ldi. Undan tashqari lyuboy, masalan, kecha tug'ilgan molni bolasi bo'lsin, men 7 metrli arqon bo'lmasa ko'chaga olib chiqmayman uni. Tushunyapsizlarmi? Lekin shunaqa bola bor, shunaqa tanishinglar bo'ladi. Shu haligi Spartikasini cho'ntayda doim pistasi bilan yuradigan bola bor-ku, bilasizlarmi haligi? Chichqonni o'ligi bilan maktabda qizlarda deb qo'qitib yurgan bola, xuddi tashi bola. Umuman qo'rqmaydi, sanasi shunaqa katta buqani olib chiqadi, shunaqa katta buqa, haligi buqa 2 marta odam o'ldirib o'tirib chiqqan. Kamazga haligi buqani olib chiqsangiz, Kamazga bo'ldi, hech narsa qilmaydi. Sho'piri ham chiqa olmay qoladi Kamazga. Shunaqa darajada katta buqa haligi. Haligi buqani ishonasizlarmi? 4 ta shaqi bor, lekin haligi oshnam nima? Telefonni zaryadchigiga baylab olganda, ishonasizlarmi? Telefonni zaryadchigiga bitta telefon zaryadchi mana 1 metr masofada ushlab ketadi. 1 metr shaqadanmi? Jicha manda yeroldi. Haligi buqa bunday ko'rsa oshnam uchib ketib qoladi, tushunyapsizlarmi? Lekin cho'chishi yo'q. Shunday qurbaqani ushlab turib, bakka olib yedirib ham qo'yaveradi, yaxshilab ketadi deb. Senga aytyaptimi, u og'riyapman deb buqa. Nima yuna o'zingni umuman tanometr oladigan bolalar bo'ladi, bilasizlarmi? Non ursin degan so'zni ambassadorlar, Xudo haqqi degan so'zni mana 5-dan ishlatishni boshlagan bolalar borda. Mashinani stalba yurib olib turib, joyi kelsa, "Aka, stalba yo'limga chiqib boribdi" ham deyaveradi tan olgandan ko'ra. Shu o'lib olarmikan tanosi deyman-da, mana dadasi cho'ntagida sigaret topib olyapti. "Mol senikimi?" deyapti. "Yo'q, bitta aka urushib ketuvdi, cho'ntagimga solib qo'yib turuvdi, dada. Non ursin, meniki emas" deyapti. Va Instagramga kirsanglar, "Siju yanna trafka" degan qo'shiqqa sigaret chekib, sigaret tutunida kalso chiqar ekan videolari borda. Ammo tan olish yo'q. "Puling bormi?" desiz, "Pulim yo'q" deydi. "Pes olib ketayotishni pulim yo'q" deydi. Yer yuzida kasallikni aytib qo'ygan, unga ta'sir qilmaydi. "Topolsam mengami?" desiz, "Topolmasang 10 ming dollar berasan" deb qo'qitaman qiladi. "Beraman" deb. "Ber" deb turib topib olasiz, oshni non ursin, ayam ukam og'riyapti, ukamga paracetamolga chiqargan deydi. Va it aldamagan 500 dollarga qanaqa paracetamol olasan, ukangning ismini yozdirib olib bormoqchimisan paracetamol ustiga? Jin. Opa bilan jiyanlar keladi uyga mehmondorchilikka, bilsanglar, vah. Kelishi bayramda ulardi. Kelishi bayram o'zi. Ketishi yana bitta bayram. Ketishi o'zi bu ikkinchi bayram. Shu mana misol ertalabda jiyanlar bilan opaz uyda qolayotgan bo'ladi. Men ko'chaga chiqib kelaman. Hammasi yaxshi. Kech payt kelasiz, opaz qog'i bunday olib qo'ygan. Endi bilasizlar, opalar ish qilsa buni dunyo his qilish kerak. Opa nima bu nastroyeniyni qo'yib olsiz? Uy yig'ishtirilganini ko'ryapsan, top-toza uy turibdi. Kimga rahmat deyish kerak. Men ketayotganimda ham toza edi-da uy. O'rtada bir palit olib, keyin opam yig'ishtirgani u meni aybim emas-da. Nimadir tashlasam, birovning mehnatini qadriga yetgan deb aytadi. Opa, menga o'zingizni birov deb tanishtirmang. Men bilaman sizni asl yuzingizni. Ayam shunaqa deydi. Jiyanlaringga ko'chadan narsa ko'tarib kir deydi. Narsa ko'tarib kir. Men shunaqa yoshdaman, jiyanlarimga ko'chadan narsa ko'tarib kiraman. Yarim soatdan keyin o'zim teng yamini bo'lib olib yeb o'tirgan bo'laman. O'zimnikini birinchi olib jiyanimnikiga o'taman. "Moni yemaysam, yeb qo'yaveraymi?" Ayamga bermoqchi edim desa, "Ayam yemaydi. Yaxshiligida menikini yeb to'ygan, beraver." Telefonimiz ochiq deb e'lon qilaman. Men bilasizlar, ingliz tili bo'yicha anchadan beri ish ko'rsatyapman. Mana I swim, ha? You swim. Bu ham to'g'ri. He swims. Nima u? Ko'proq cho'milyapti mendan ko'ra. Yo, oqimga qarshi suzyapti. Nimaga uniki ko'p bo'lib qolyapti u? Uni o'rganib, noto'g'ri fe'llar boshlanadi. Noto'g'ri fe'llar. Xuddi 32 ta zamon yetmagandek, bu noto'g'ri fe'llar boshlandi. Buni qoidasini o'rgating endi. Siz yo'q, yodlab olasiz deydi. Yes, of course baby. Hozir yodlab olaman birpas 3 minutda. Ingliz tilidan ham mana o'quv markazlariga birsizlar, fransuz tilini o'rgatamiz deb yozib qo'yadi. Bitta tanishinglar bormi o'rganayotgan fransuz tilini? Men nima keragi bor deyman, nima fransuz tilini o'rganib O'zbekistonda. Quvvatli papa, kinvovetli papa degan qo'shiqqa o'yinga tushib qolmasligi uchunmi? O'zi papa degan so'zdan bilsa bo'ladi, seriozniy odam haqida gap ketayotgan. Tavsiya qilmayman. Jonim, dadam degan qo'shiqqa tushmaysizlar o'yinga. Qaydadir dokument tayyorlamas, oyog'i chirib ketganlar bormi? Mana yurorasiz ko'chada qaydadir dokument qilib, hozir yurganlar bormi? Mana qaysidir dokument ishi bo'yicha. Uka, kam ta'minlanganingiz haqida dokumentingiz bo'lsa, sizga ozgina yengillik bo'ladi deb berdi. Isbotlab bersiz. Qanday isbotlayman aka? Xudo haqqi desam ishonmaysiz, to'g'rimi? Nima? Bu bumaga yozilgan buni qayerdan topaman bu dokument? Kredit olishdan ko'ra g'o'za sotib tirikchiligiga yaxshi bo'ladi. Kredit olish uchun 3-4 rasm, pasport kopiya, metrika kopiya,
Qo'shningizni mishiga alimentini to'layotgani haqida dokument, o'zingizni itingiz o'zini o'zi band qilganligi haqida dokument qaydan kelyapti? Yaxshiyam 10 million so'm pul beryapsiz. Agar 30 million so'm pul bersiz, uka, lakasa tashlayman, o'rmon bor. Ashida qaysidir bitta baqateriya tagiga 30 million so'm bekitganmiz, topib olasan. Bo'lmasa men kirasan, reshitga ko'tariladi, tepadan tangalar tushadi. Yo'lbars yetib kelguncha qanchasini terib olsang, hammasi seniki. Devor hammikin deb turaman-da. Eng qizig'i ular obratni so'rab telefon qiladi. Men ham yahvo olaman. Uka kreditingiz to'lamayapsiz ekansiz. Aka, ertaga bitta xodimingizni olib, 3-4 rasmingizdan 4 ta olib kelib keting meni oldimga. To'lab beraman. Men sizni yaxshi ko'raman deb pes o'chirib ber. 2 choy Toshkentda yashab bilganman. Toshkent bilan qishloqning farqi o'ta katta. Tushunasizlar? Men topayotgan pulim uchun qishloqda uy qilsam bo'ladi, mashina qilsam bo'ladi, bir ishlab chiqarish qilsam bo'ladi. Toshkentda 1 kilo banan beradi shu pulga. Qanday u? To'g'rimi endi shu? Shu mana misol Toshkentda bitta odam prosta turib 30 million topyapman, yetyapti har holda, eplayapmiz desa, hamma normal. Qishloqda bitta bittasi 30 million topyapman desa, Misha aldama sen o'zi lo'tib olsan, yoshligingdan lopilib yurarding sen. Pilaramani pulini urib yursan desa, Misha firib sensan. Bo'ldi, o'ldi, uni nomi chiqib ketadi mahallada. Shu mana aytsa probka deyishadi Toshkentda, yo'llar probka bo'lib ketgan, qiyinchilik bor. Qishloqqa kelib yashaylar, yo'llar umuman probka emas. Endi yo'l olmagandan keyin, bo'pti. Xullas, mana pul so'raydigan paprashaykalar ham bo'ladi, bilasizmi? Men borsam Toshkentda bittasi pul so'rayapti. Uka, uyim yo'q, 50 ming so'm berib tur, choy poy cho'lay deydi. 50 ming choy poy cho'lay. Men qishloqda bittasiga 50 ming beray, u уже uysiz bo'lmaydi, уже uyli bo'lib qoladi u. Nima bu? O'zbek kinolarida mana shu o'ngib ketgan, urinib ketgan, rivojlanmay qolgan bola qilib, stroykadagi bolalarni ko'rsatishadi. Bitta rejissorga telefon qildim, bitta Tom Ustami, Shkaturjimi, yo bu Maliyarmi telefon qildim, aka qiylanib qoldi, kinoyingizda chiqaylik deb. Siz ashna kino, men ustozman ayta olaman. Sen o'qimasang Rossiya bor stroykada ishlaysan dedi. Lozim bor Rossiyada stroychilarga podsobniy bo'lib yurgan bolalar ham hali ustoz ikkitaligini bitta oladi-da. Ish halol eng qiziq u. Stroyka u. O'g'irlik qilishmaydi, boshqa narsa qilishmaydi. Kinolar hali ko'rsanglar bermaydi stroykada bolaga, senga beradigan qizim yo'q deydi. Bitta narkomanga beradi, otasini puliga gap qiladiganga. O'zi ashitda o'zida xatoda, chunki ona narkomanga nima qilishni bilasan uyda ishlaridan desiz, balgarkada yerkalayman qilib oladi hali bola. Stroychga tek qo'yingda 1 metr joyda telefonda gaplashib turib, oyog'ida tepib kavlab qo'yadigan bo'ladi hali bola. Eng qizig'i hali bola kuchayib ketadi, onasi sinib ketadi, hali qizni oldimda mashinada o'tib ketyapti. Ne qarab qo'yadi. Bu dunyo nimadir? Bu dunyo o'yin. Bugun yutsak erta yutkazish tayin. Kambag'allashib boryapti ukang kun sayin. Eng avval ukangga yaxshilik qilgin. Eng avval ukangga pullardan bergin. Qora boshlarida kaltak teshigi, kaltaklar qatori tishida kemshigi. Bugun yopib qo'ysang mehr eshigi, tervatib qo'ydingmi bir bor beshigin. Ochib tur buguncha yordam eshigin. Eng avval ukangga pullardan bergin. Eng avval ukangga yaxshilik qilgin. Jon aka pul tashab turing. Qizlarga ham tashayapsiz, jon aka. Hapa bo'p qoladigan tanishinglar bormi? O'g'li bola, mas erkakchiligini muhofaza qila olmaydimi deb o'ylayman-da. Bolalar bilan ketib istoriya qo'yasiz mashinada. Yarim soatdan keyin uyda o'tirib olib istoriya qo'yadi. Yonimizdagilar yaqinimizda emas, yaqinimizdagilar yonimizda emas deb. O'zing jinniqayim, nimaga mana istoriyalar qo'yapsan? Dodir kallangizmi? Nima sheri istoriyalar qo'yapsan siz? Meni ham atmetga qilib bersang bo'laverar deydi. Tigoda ketyapsiz. 6 ta odamni atmetga qilib, bitta odam kapotda deymizmi? Nima deymiz? Konturga ham chaqirishmayapsan kecha deydi. U bolani kontur o'ynashi emas, o'zi aslab tashlab olib, "Full A bolalar, ko'rdim, full A meni so'yyapti" deydi. Shunday A'ga kelasiz, B'ga bo'lmay qo'yib qo'yishadi. Men o'xshab ketibdi deb turaveradi yo'lab. Telefon ham qilmaysan deb berdi. Men undiruv bo'limida ishlaymanmi? Sen hayotimda top 10talikka ham kirmaysan, men zo'r o'tayotganda kunim seni eslab qolishim uchun. Yozmaysan ham o'zingcha deb berdi. Shu ketishing bo'lsa yozib beraman, qamataveraman. Turmada ham xafa bo'lib o'tira olasan o'zingdan o'zing. Eng yomoni nimada bilasizlar? Mana shu oshnalaringiz bilan choy poyishgani kirasiz uyga beyga. Haligi juda qimmatligini bilmay qolasiz-da, mana shu e'tibor bermay qolasiz haligi eshikda turgan zax mashinalarga. Shu kirib ketib qolasiz. Juda katta rashot kelib qoladi. Bir 50-60 hisoblab tursa 840 ming shotga beradi. Men koalani gallapachagidan go'sht yeb qo'ydimmikin deb o'ylayman-da. Shu shot keladi. Ne qarab tur, opa deyapman, men 0 pul qo'shilib ketib qolmaganmisam, yo'q bu o'pshiyda deyapti opa. Aldayman qil. Opa o'pshiligini bilyapman, bitta o'zimga deganingizni yuguraverardim ko'chaga qarab yetolmaysiz desam. Hali joyda qarayapman-da, o'sha kola 05 kolaga 25 ming so'm qo'yib qo'ygan.
25 ming so'm. Haligi ko'laga ismim yozilgan bo'lsa ham mayli. Dugonalarimda yanada ko'tarib kelganmiz. Opa, men ko'lani bitta olib kelyapsizlarmi Amerikadan? Qanday u? Bitta samolyotda bitta olib kelyapsiz. Nimaga 25 ming so'm? Ikkita olganinglarga bu eng qizig'i skidga deydi. Opam ish otaman hozir deb. Unaqa men oshnam уже agar haligi joyda o'g'il bola bo'lganda ish otib yuborardi. U уже miyada svitilnikda o'g'irlatib ketishni plan qilyapti уже. Tayyor u. Opa bilan jiyanlar keladi uyga mehmondorchilikka bilsanglar. Voh! Kelishi bayramda ulardi. Kelishi bayram уже ketishi yana bitta bayram. Ketishi уже bu ikkinchi bayram. Shu mana misol ertalabda jiyanlar bilan opaz uyda qolayotgan bo'ladi. Men ko'chaga chiqib kelaman. Hammasi yaxshi. Kech payt kelyapsiz, opaz qog'imni yo'q bo'lgan. Endi bilasizlar, opalar ish qilsa buni dunyo his qilish kerak. Opa nima bu nastroyeniyni ko'p olsiz? Uy yig'ishtirilganini ko'ryapsan, top-toza uy turibdi. Kimga rahmat deyish kerak. Men ketayotganimda ham toza edi-da uy. O'rtada bir palit olib, keyin opam yig'ishtirgani u meni aybim emas-da. Nimadir tashlasam, birovning mehnatini qadriga yetgan deb aytadi. Opa, menga o'zingizni birov deb tanishtirmang. Men bilaman sizni asl yuzingizni. Ayam shunaqa deydi. Jiyanlaringga ko'chadan narsa ko'tarib kir deydi. Narsa ko'tarib kir. Men shunaqa yoshdaman, jiyanlarimga ko'chadan narsa ko'tarib kiraman. Yarim soatdan keyin o'zim teng yamini bo'lib olib yeb o'tirgan bo'laman. O'zimnikini birinchi olib jiyanimnikiga o'taman. Moni bersam, yeb qo'yaman. Ayamga bermoqchi edim desa, ayam yemaydi. Yaxshigida menikini yeb to'ygan, berav. Umuman tanometr oladigan bolalar bo'ladi, bilasizlar. Non ursin degan so'zni ambassadorlar, Xudo haqqi degan so'zni mana 5-dan ishlatishni boshlagan bolalar bordi. Mashinani stalbaga urib olib turib, joyi kelsa, aka stalba yo'limga chiqib boribdi ham devor oradi tan olgandan ko'ra. Shu o'lib qolarmikan tanosi deyman, mana dadasi cho'ntagida sigaret topib olyapti. "Men senikimi?" deyapti. "Yo'q, bitta aka urushib ketuvdi, cho'ntagimga solib qo'yib turuvdi, dada. Non ursin, meniki emas", deyapti. Va Instagramga kirsanglar, "Siju yanna trafka" degan qo'shiqqa sigaret chekib, sigaret tutunida kalso chiqar ekan videolari borda. Ammo tan olish yo'q. "Puling bormi?" desiz, "Pulim yo'q" deydi. "Pes olib ketayotishni pulim yo'q" deydi. Yer yuzida kasallikda aytib qo'ygan, unga ta'sir qilmaydi. "Topolsam mengami?" desiz, "Topolmasang 10 ming dollar berasan" deb ko'qitaman qiladi. "Beraman" deb. "Ber" deb turib topib olasiz, oshni non ursin, ayam ukam og'riyapti, ukamga paracetamolga chiqargan deydi. Va it aldamagan 500 dollarga qanaqa paracetamol olasan, ukangning ismini yozdirib olib bormoqchimisan paracetamol ustiga? Jin. Men sizlarga oldin ham aytganman, hayvonlardan cho'chiyman baribir. Ozgina fobiya bor baribir. Nima bo'lsa ham u hayvonda, men 100% qo'rqmaydigan bitta hayvonim bor, bu chigitga bo'ldi. Undan tashqari luboy, mesela kecha tug'ilgan molni bolasi bo'lsin, men 7 metrli arqon bo'lmasa ko'chaga olib chiqmayman uni. Tushunyapsizlar? Lekin shunaqa bola bor, shunaqa tanishinglar bo'ladi. Shu haligi Spartikasini cho'ntagida doim pistasi bilan yuradigan bola bor-ku, bilasizlarmi haligi? Chichqonni o'ligi bilan maktabda qizlarda deb qo'qitib yurgan bola, xuddi tashi bola. Umuman qo'rqmaydi. Shanasi shunaqa katta buqani olib chiqadi, shunaqa katta buqa, haligi buqa 2 marta odam o'ldirib o'tirib chiqqan. Kamazga haligi buqani olib chiqsangiz, Kamazga bo'ldi, hech narsa qilmaydi. Sho'piri ham chiqa olmay qoladi Kamazga. Shunaqa darajada katta buqa haligi. Haligi buqani ishonasizlarmi? 4 ta shaqi bor, lekin haligi oshnam uni telefonni zaryadchigiga baylab olganda, ishonasizlarmi? Telefonni zaryadchigiga bitta telefon zaryadchi emas, 1 metr masofada tushib ketadi. 1 metr shaqadan jicha manda yer oldi. Haligi buqa bunday ko'rsa oshnam uchib ketib qoladi, tushunyapsizlarmi? Lekin cho'chishi yo'q. Shunday qurbaqani ushlab turib, bakka olib yedirib ham qo'yaveradi, yaxshi olib ketadi deb. Senga aytyaptimi u og'riyapman deb buqa. Nima yo'q o'zingni eng yaqin oshna qanaqa bo'ladi, bilasizlarmi? Eng yaqin mana uyingizdagilar mayli, qo'shnilaringiz ham mana bola mana yashasa kerak deb o'ylaydigan bola bo'ladi. Kech paytma, luboy mahal uyingizga to'g'ri kirib kelaveradi. Kech payt ishdan birda kelsa jayzda yotgan bo'ladi. Xuddi tashi bolaman. Umuman uyatmaydi ham-da, hijolat qilishgan uyatmaydi ham. Ertalabda hojatxonaning oldiga chiqib, "Kim ichkari dada shekilliga?" Va chiqinganda aka, odam ham ko'payib ketdi, bir avtobus odam olib ketdi. Ichingiz to'lganmi? Devoradi, vash uyatmaydi. Hijolat qilib qo'yishdan bunga yetadigan edi. Men bitta joyda ishlaymiz, WhatsAppda gruppa bor. Nimadir yozsangiz WhatsAppda o'chirib yuborganingizdan keyin o'chirib yubordi deb yozuv chiqib turadi. Sekin ashuni atmaychiga turib galasovoy tashab beradi. Oshna boshliq haqida bekor uni debsan, ayasini ham qo'shib yuboribsan, ham o'chirib yuborib to'g'ri qilsan deb tayga boshliqni atmaychiga qilib beradi. Vash uyatmi? Bitta ham qiz o'tib qolsa, chiroyli qiz ekan, siz oldiga borib, "Mana qizmi? Mog'izda aytyapsan, ashi bola sizni sevyapti, oshnam bo'ladi, sevyapti hol sizni." Ammo yaxshi bola, yaxshiligida bir marta tualetga tushib ketgan, sigir sag'ishti bilan Mo'g'toydan chiqmagan bola. Sigir saqqanni ko'rgan videosi bor, xolos tashab berib, ashna deb. Maktab mavzusiga qaytamiz. Maktabda bilsanglar shunaqa holat bo'ladi, ruchkangiz yo daftaringiz qolib ketsa, ustoz aytardi, "O'zing qolib ketmabsan-da" derdi. "O'zing qolib ketmabsan-da." Men o'ylardim, ustoz siz rostdan miyangizda o'ylaysizki, men o'zim qolib ketishni plan qilmadimmi? Men o'zi xohlab keldi bo'ladi, qo'lab beryapsizmi siz maktabda, men o'zim xohlab keldim. Men qaranglar, men planlar tuzam. 11 yilda 11 marta o'zim xohlab chiqqanman. 1-sentyabrda yozda qilgan formamni ko'rsatish uchun. Bo'lmasa ayam urmasa chiqmasdim. Planlar qilardim. Duolar qilib ertaga maktab ochilmay qolsin deb o'tiraman. Tushunyapsizlar? Koronavirus bo'lganda mendan xursand odam bo'lmagan. Tomdan sakrab yuborsamki, u maktabdagilarni ishontirganda ishontira olmaysiz. Uydagilarni, misol, bu ham o'lib qoldi deb ishontirib olmaysiz. Bu o'zi o'tirgan bo'ladi.
Bu Michael Jackson konsert berayotgan tekinaga uni deyolmaysiz, to'g'risi. Eng qiziq bolalar mana o'sha tan olinglar, qizlarni ko'rgani borardi, ko'pchilik. Sinfda ikkita prioritet qiz bo'lardi, oldi qizlar. 30 ta bola bo'lsa, 10 tasi bitta qizdi, yana 10 tasi yana bitta qizdi, qolgan qizlarni qolgan bolalar bo'lishib oladi. Bo'ldi, ashlarni ko'rish uchun boradi. Hali 20 ta ichida bir-biri bilan urushib, birinchi deb aniqlanadi. U qizlar o'sha yerga tegib ham ketgandir, bizdagilar tega olmadi, kontraktga kirishgan hali ham. Mani san ado qilib ketding, qarz olib qayerlarga ketding, ertaga beraman jigar deb 3 yilga gumdon bo'lib ketding, bag'rimni tilib ketding, gruppamizdan ham chiqib ketding, sinfdosh bolalardi bo'yniga ikkitadan kredit ilib ketding, bag'rimiz tilib ketding, cho'ntagim shilib ketding, kreditlaringni hisoblamas egam, har panani pulini ham yeb ketding. Mayda qarzlaring qolgan menga, tiqding dadeni tiriklayin yerga, mipchakalardi ham gaplari bor senga, hech bo'lmasa telefon qilib tur ayenga. Jigar, sudlashamizmi? Sudlashaylikmi oxiri? Pulni qachon berasiz? Tomana qo'shiq aytadigan qilib qo'ydi, to'g'ri Taliban ushlatib ketib pulni Yoshligimda faqat menga ta'sir qilgan narsalar bu tahdid bilan o'rgatilgan narsalar-da. Men misol ayam ertaga yatib bersa uxlashim uchun 5 ta ertaga yatib bersam yotaverardim. Lekin dadam bitta erta aytib berardi, uxlardim. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bitta kichkina bola bo'lgan ekan, dadasi erta aytib berayotgan ekan. Ha, eshitib yotib uxlamabdi, ertasiga o'lib qolibdi. Sirazmi? Bo'ldi, uxlashim kerak ekan. Bo'ldi, uxlardim. Odobnomada shunaqa ustozimiz bo'lardi, mavzuni mohiyatini tushuntirib beradi, mavzudan tashqariga chiqsa ham. Men misol suvga axlat tashlashsang, suvda baliqlar o'ladi, ekonomikaga ziyon yetadi, bir narsalar urush boshlanib ketadi. Unaqa narsa yo'q. Suvga siysang, ashetingga yara chiqsin derdi, bo'ldi. Yomg'irda suvga ham hurmat bilan qarardi. Ishonasizlarmi? Xotining huni bo'lib qoladi deb nechta ovqatim oxirigacha yedirishib o'rgan menga. Agar men to'ydan keyin xotinim, "Mendek chiroyli qizga erishganingizga siz rahmat deysiz keraksa, ya" deyman, jinni bo'lsam. Men seni chiroyli ko'rish uchun chakana nonni o'rtasini yegaman, jinni. Men ko'rinib turibdi, sen ham faqat nonni o'rtasini yeganing, men ham baribir. Toshkentga qatnaydigan shopirlarni bilasizlarmi? Uka, oldi sizga behijolat pul qo'shib beryapsiz, siz ketasiz. Deydi sizdan tashqari 3 ta belida grijasi bor odamda bo'ladi, haligilarni hammasi aytadi. Belim bo'lmaydi-da, men ketayotdi uka. Voy, nimaga buni qildingiz deyolmaysiz, tushunasizmi? Pop deb orqaga o'tasiz, orqada 3 ta chotani kat ochib ketadigan akalar ketadi oldingizda. Aka, bilaman Toshkentga ketyapsiz, kichikroq oching. Paraq topolmaydi, yetib borgunimizcha jon aka, kichikroq oching, siz tushum, yaxshi ham Damas qatnamaydi. Bo'lmasa haligi yo'lkalarni qizg'anadigan opalar. Ukam, o'g'lim orqaga qarab olib ketaveradi, sizga xalaqit bermaydi deb besharadi Toshni. Yaxshi ham Damas qatnamaydi. Hali tog'ani taniysizlar, Andijondan nechta odam Toshkentga borib qolib ketgan bo'lsa, ash tog'ab ketgan. 31 tezlikda ketadigan tog'a bor. Uni mashinasiga chiqqan odam qayta mashinaga chiqmay qo'yadi, ishonmay qo'yadi, tushunyapsizlar? Tog'a yonboshmacha ketyapmizmi? Qanday qasam yetib boramizmi? Biz 30 yil oldin kirani boshlaganmiz, Moskvada boshlaganmiz. Bu tezlik bilan 3 marta borib keldingizmi? Tog'a Toshkentga shu paytgacha kelibsiz. 3 soatda bir gazda bosib turing, hech yo'q. Mana odam 6 soat oldin video qo'ydi, Toshkentga peshkom piyoda chiqyapman, o'tib ketyapti bizdan. Tog'a bosing gazni, hech yo'q. O'tish. Shunaqa odamlar logikasi bor, mana hisob bidiyatlarga ishonishadi. Men misol tasavvur qiling, men imtihondan o'ta olmadim chiqib turib. Shu videoni 10 ta tanishimga jo'natmaganim uchun-da shu. Bo'ldi, endi men ishlarim yurishmaydi, faqat orqaga ketadi. Jo'natishim kerak edi deb turgan odamni ko'rganmisizlar hech? Men misol ayamning mashligini yomon qilardi. Shu ovqatingni yeganingdan keyin chiningni choy bilan yuvib ichib qo'ysang, xotining chiroyli bo'ladi derdi. Yo'q, u idish yuvish osonroq bo'lgan ekan ash paytda ayamga. Shunaqa qilsam. Endi qaranglar-da, mana sen bugun kulsang, ertaga yig'laysan deyshadi. Ertaga yig'laysan. Men tasavvur qilinglar, janozada turibman. Akalar saflar to'liq olar. Endi prosta kecha to'g'ri Elmira Taqnazar konsert chiqdi, lekin hamma bir kunda ko'rish kerak degan emas-da bu. To'g'rimi endi shu ishlar? Quvlashversa-ki, uribmi, qulog'im yumshoqdan ushlab o'tiradigan qilib qo'ysa kerak. Yo'qsa qaychi o'ynasang ota-ona ajrashib ketadi deydi. Ayam ko'rib, qo'y qaychini, umringni oxirigacha ushamagan. Dadam bu yoqda, bidiyat narsa bu, bidiyat. Ishonmayman. Men tug'ilgan kunim bilan qaychi senga. Yo'q, yemadi. Repetitorga qatnaganimizda avtobusda shunaqa holat bo'lardi. Haligina avtobuslar bor, sari ota yo'l bor, 700 bitta odam sig'adigan, shopiri mariga durra tashab olib yuradigan tog'a bo'ladi. U taniq avtobusga saligina qopalar chiqar. Yoshlar joy ham bermay qo'ygan, insof qolmagan deyoradi. Opa teyting, biz nima baqir-chaqir qilyapsiz? Biz ham yirtib pul bermaymiz, biz ham kutib o'tirdik. Mana shuni bitta kulsa 22 ta tilla tish ko'rinadi. Topib motilachishingiz o'ziga bitta avtobuslarni nima qilyapsiz? Avtobus kibirni sindirish uchun chiqdingizmi? Jon opa, mana oshnam qarang, 3-sinfda kiygan uzun jotifligini haligacha kiyib yuribdi, insof qilsangiz-chi. Biz ham kutib o'tirdik. 4 ta avtobus o'tkazardik joy yo'qligi uchun. Mana oshnam 1,5 soat telefonini zaryad tugab qoldi, yeriga qarab uzun-uzun tupurgisini tomosha qilib o'tirdi. Yo'q-da, hammasi og'riyotgan bo'ladi. Tishimda
Grijam bor, tamog'imda gemoroyim bor deyveradi. Menga ham farqi yo'q. Mana oshnam ham xullas bo'yda o'pgan, yopi bosib qorong'i deyveradi. Hali oshnam u desa, "Tete yetib olaylik yaqin o'zimizga." Bo'p deb turasiz, derazani ochib qo'ymaydi, bolam og'rib qoladi. Bitta aka ketadi og'zidan, bunday qilib. Akadan eshak so'yverganmi deysiz-da, aka bu keling hech narsani tushunmay ketish o'ynaymiz uzoqqa aka. Bir tuz deb olamiz. Bitta video tashlasang, telefoning xohlagan mahal budilni choladigan bo'lib qolsin. Ko'chada ushlasham tishlab olaman to'g'risi endi. Voy, nima video, men qaranglar. GIF konkursi tashlayapsan. Life hacklar tashlayapsan, qizlarning videosi, vaynlarni tashlayapsan, va Rozich to'ydirning ovqatli videosini tashab. Juma kuni 45 ta video tashlaysan, juma muborak deb, xuddi sen tashlamasang men chorshanba deb o'ylayman shu kunda. Voy, qizlar tug'ishidan oldin eshitdinglar degan opani videosini nima menga tashlayapsan? Samdeyni qilma, men tug'mayman, jinni. Qizlar tirnobcha qilayotgan video tashlab, oshna, qizlar ham tirnobchani boshlab, siz qachon boshlaysiz deb. Sen qachondan sport iftixori bo'lib qolding O'zbekistonda? Men eshitmay qoldim. Sen 11 yil maktabda futbol o'ynaganimizda bitta gol urmading-ku, Dodir. Seni ismingga sportsmen ismi yo'q-ku, даже nimaga o'zingdan unaqa yasab. Haligi Lubo odam oldi o'zidan huniyroq oshnasini olib yuradi degan video tashab siz deb, sendan huniyga O'zbekistonda. Sen kirkalamishsan, tushundingmi? Oynaga qaraganmisan, qachon oxirgi marta qarading? Jinni 40-chiqqanda oxirgi marta cho'milgansan. Umuman unaqa narsa tashlamagan, umuman bloklayman. Og'rib qolsangiz doktorga borish oxirgi variant bo'lib qoladi, bilasizmi? Misol babushkalar yumma farqi kimda kirgan bunga? Yo'ydirib berish kerak. Oyog'i singan buni desam, yo'q, yo'ydirib bersa, otalarga ham mana bunday deyiladi. Oma bola xontadi qilib qo'yina, yerda chopmasang yashamaysan, uzoqqa bormaysan. Shu. Xullas olib borishdi xususiyga. Ayam olib bordi. Endi xususiyga nimaligini bilasizlar. Men olib borsa kimga kirgan bo'lish mumkin. Devoradi u yerda ham. Xususiyga olib borishdi. Endi xususiyga ashincha pul to'lab apparatlarga tekshirtirgandan keyin ayamga rezultat chiqish kerak. Haligi aka tekshiryapti. Opishnasi yo'q ekan, ayamda turib bor uka deyapti. Bor, bu mashincha pulga tekshirtiryapmiz, bo'lish kerak bu narsa. Yaxshi qarangchi yana bir marta. Bor. Doktor amali vajohatdan qo'rqib bo'pti. Bir pasdan keyin qaraymiz, bir pasdan keyin tasavvur qilingmi? Tarbiyasiz yara ekanda, bu kech qolayotgan bo'lishi mumkin, bugun ish-pish chiqib qolib, qonni ponni origa, jigarni orqasiga o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Farqi yo'q-da bu. Oshqozonim chiqmasa ham yarasi chiqish kerak-da, ham uchun tushunasiz. Shunaqa bolalar bor, hali videolarda ko'rgan narsasini qilaman deb qoladigan bolalar bo'lar, bilasizmi? Qara, mana aka ipsiz tomdan sakrab tirik qopti deb turib 18-etajiga tashlab yuborsangiz, yerman bitta ol qurbakan singari o'lim netib qolsa-da shidi. Gaylar bilan sporlashaman qilib qoladi, gaylar bilan. Men hali blogerlarni ko'rib olar, gaylar bilan sporlashadi. U blogerlar har holda konstitutsiyadan o'qiganda, mana unda maktabda konstitutsiya degan dars kirganda, siz, ona domla kirganda deb jismoniy tarbiya domlaning ismini aytadi. Biladigan yagona qoidasi gaylarga mushot bo'lmaydi, bo'ldi. Gay to'xtatyapti. Aka, o'zingiz dokumentlaringizni tekshirsak bo'ladimi? Ishonch hosil qilsak bo'ladimi deydi. O'zini ishonasizlarmi? Metrgasi yo'lligiga hali pasport olmagan, prava u yoqda tursin. Prava yo'q. Peshkom yurishga haqqi yo'q uni asfalt yo'lda, ishonasizlarmi? U nima deb o'ylayapsan deyapman. Kunduzgi soat 12 da shaharda o'rtasida bu gay. Uni buni to'xtat, pulini olaman qiladi deb o'ylayapsan, mashinani deb o'ylayapsan sen. Marda ikkita pagonni karta yutib olgan deb o'ylayapsansiz. Hozir men hal qilaman deb mashinaning orqasiga o'tib ketadi. 5 minutdan keyin kelib turib, bolalar men xullas gaplashdim. Uchovimiz 5 yilga qamaladigan bo'lyapmiz deb turaveradi. U maktabda o'qiganlar o'zbek maktabda o'qiganlarga nisbatan qo'polroq deyshadi. Endi bu bizning literatura, ya'ni adabiyotimizdan kelib chiqqan. Chunki men misol bizda Taras Bulba bor, bolasini o'ldirib qo'yadi, tushunyapsizlarmi? Bolasini. Men 3 kun dadamga salom bermay yurgan mashina o'qib olib. Yana menga ko'chada odamga salom bermasang, rus maktabida o'qigansan. Unaqa raskazlar ko'p. Men misol sizlar Hashimjon Ro'ziyev o'qib yurgan paytida biz Mumu'ni o'rgangan. Mumu bilasizlarmi kim? Mumu it. Biz itni ham kim deymiz? Ana, kito deb o'rganganmiz hayvonlarni ham. Mumu degan bitta shepi bo'ladi, Gerasim degan qulog'i og'irroq aka. Qarochi uni boshlig'i bo'ladi, bitta sassiq kampir, qarochi itni yaxmayapti deydi. Itidan to'g'ri xalos bo'lish maqsadida hali itini cho'ktirib o'ldirib beradi. Tushunasizmi? Qarzi bor odam kredit olib uylanib olgan bilan bir tosh bilan 2 marta urib qaytib kelmaydi. Nima qilasan cho'ktirib ber. Sizlarda mana Mehrobdan chayon bor. Unga siqilib bo'lmaydi. Mehrobdan chayonda bitta baxtli odam bor, yaxshi qahramon. Xudoyorxon 2000 ta ganizagi bor, undan baxtlisi yo'q. Bizda umuman yaxshi qahramonlar yo'qlari bor. Men misol Jinoyat va jazo. Umuman yaxshi qahramon yo'q. Bitta yaxshi qahramonni qutqaraman deb uni opasiga qo'shib o'ldirib beradi. Uni raskolnik keyin erta tuya yuncha siqilib yuradi. Hincha keyin hozir o'tirib esimga tushib kichkinaligimizda masalalar bo'lardi, bilasizlarmi? Kichkina sinflarga bo'ladigan masalalar. Anvarning deb boshlanadi. Bilmayman nimaga doim Anvar. To'g'risi hamma Anvarga qaraydi. Agar bittasi Anvarov bo'lsa, do'sti opat desa ish ko'rsatadi. Bo'ldi, to'shni ish ko'rsatdi u. Agar nashriyotda kimnidir o'ldirib ketsa, Anvarga to'nga beraveringlar. Anvarning 3 ta olmasi bor edi. U 2 tasini Odinaga berdi, bittasini Boburga berdi. Qani endi gendirtaylik. Nimaga Odinaga? Ashina oshnalarim ko'pida esida qolib ketganda, hozirgacha shu qizlarga ko'prog'i, bolalarga kamrog'ini beradigan oshnalarim bordi.
Men sezmay qolganman-da shu paytda. Eng qizig'i olimga bitta ham bermadi deb berdi. Nimaga qo'shning olimga bitta ham bermagan bo'lsa uni? Maqsad olimni o'rnini yo'q qilib ko'rsatishmi? Shu payt men misol xursand bo'lardim mana shu. Algebra ustoz kelmay qolganda xursand bo'lardi ismimiz chiqib qolsa. Informatika xonasiga kirganda xursand bo'lardi-da. Hozir Instagramda ism chiqsa xafa bo'ladigan, hozir yaxshi narsaga qo'ymay qo'y, azizlar va shu Instagram kirmay qo'yib shekilli menimcha. Opalar endi bilsanglar, faqat yaxshi amallari bilan esimizda qolgan. Opalardagi yaxshi odam yer yuzida mavjud emas-da. Opalardagi oq ko'ngil insonlarni men faqat rivoyatlarda o'qiganman, to'g'risi. Jiyanlaringiz bilan kelganmiz, cho'qatenlar olib olingan jiyanlaringizga originalidan olib, ya'ni ichida qo'shig'i chiqadiganidan deyapti. U originali bo'lar ekan. Men yoshligimda nimagadir otam, ayam bozorga borsa, faqat opam olib ketishardi. Aytardim-da, men ham cho'qatenlar olib oling desam, menga eng harf, eng tepasini ko'tarib keladi. Patinka kremdan jichcha farq qiladigan Made in Taliban deb yozilganidan, qarovchi, hali kirishi ham chiqishi ham bir xil bo'ladi-yu. Hech ham o'ylamagan boturizm bo'lib qolmasmikin ukam deb. O'zini hayoti emas, u farqi yo'q. Tuqum qo'g'irib beraymi-ku derdi. Yo'q derdim desam, bo'p deb turib o'ziga shunaqa tuqum qo'g'irardi. Hali tuqumni hisoblamasdan atrofidagi narsalarni hisoblasam bitta ovqat chiqadi-da. Opa xudo haqqidang hozir men ha deganimni ham xuddi shunaqasidan qilib beraman desam, ha deydi. Yo'q, molga yem tayyorlaganda qilib berardi agar men aytganimda. Ko'pchiligimiz hayotimizda baribir uka degan shaxs bor. Ya'ni parod ishlab chiqaradigan apparat bor-ku. Sizlar ham mana detskiy madgarvozlardan asrab olganmisizlar? Bizda ham xuddi shunaqa yuribdi, bitta pasportni zanet qilib. Men ukamga bunday qarayman-da, meni ur degan kompaniya tutsa, ukam tayyor ambassadorda shegimda qarasam urgim kelaveradi. Yurayotgan mishovni singari yuradi, yurganda ham shu. Urasiz ukalarda opiti bor. Ukalarda opitidan o'zbekcha san'atda ikkita kuchli opiti bor. Bittasi ayalar tapchikasi, ikkinchisi otalardagi o'g'lim nima ish ko'rsatiz degan gapi bo'ldi. Ukam opiti yig'lash. Nimaga UFC'da qo'llashmaydi mana shu opitni bilmayman. Ukam mana shu opiti bilan Habibni ham kamarini olib berdi, to'g'risi. Hozir mana intervyu qilib yurgan anaqalardan ko'ra yaxshi opitda Balio'dan keyingi o'rinda turadi. Oy, ikkamizda bitta odam unaqa demasiz. Eng qizig'i yupatib qo'yasiz-ku. Yupatib qo'yganingizdan keyin dorozaga qarab o'tiradi, yig'isini bosib olib, "Ucho, nima unaqa o'tiribsiz? Quloqlik qilasizmi hozir kelasiz?" "Yo'q, aytmayman" deydi. Uje qo'shni telefondan telefon qilib aytib qo'ygan bo'ladi. Kinodagi sevgi sahnalarini bilasizmi? Haligi men seni shu darajada sevamanki, sen bilan bir kunda o'lishni xohlayman deydi. Bu yerda bolasi ham xursand turadi. Bolasi tushunmayapti, ona ikkalasi bir kunda o'lib ketsa, bir kunda yetim bo'lib qoladi. Unga kinoda nima keragi bor? Hayotini nima keragi bor? Haligi samolyot reysini to'xtatib qoladi, bilasizmi? Oxirida uchayotganda reysini to'xtatib olib kirib sevgi sor qiladi. Hayotda unaqasi bo'lmaydi. Hayotda to'xt. Uka bilet olib kel deydi. Maksimum aka ash qizdichi belida bombasi bor, siz to'xtatadi, u ham undan keyin 10 yil kutish kerak sizni. O'xshamaydi. Bomba degan, ya bomba portlaydigan sahnalar bilasizmi? Hali zararsizlantiryapti, kesiyatib turibdi simini. Ko'kni kesiyatib. Ko'zini yumib oladi-yu. Nimaga ko'zingni yumyapsan? Portlab ketsa ko'zingga kirib ketadi deb o'ylayapsanmi? Ko'zingni katta-katta och, oxirgi hayotingning oxirgi damlari bo'lishi mumkin. Eng qizig'i bombani qilayotgan odamlar ham dog'dirda, "Key ikkita ko'k sim qilib qo'yamiz" demaydi hech ham. Ba'zi portlataveramiz, "Key ikkita ko'k sim qilib qo'yamiz, bitta qizil, bitta ko'k qilib nima qilamiz? Bizga farqi yo'q" demaydi. Shu qur'a tashlashni ko'rib o'tiribman. Shu City man Liverpool yaralganidan beri Real man o'ynaydi. City ni mana shu qo'li bilan tanlaganda ham City tushayotdi, kompyuterda tanlasa ham City tushyapti-da. Bu ikkalasini o'zi ochilish marosimi o'yini qilib qo'ysa bo'la, City mana shu Barsadan keyingi o'rinda tursa kerak Real man o'ynash bo'yicha. U yog'i ham ketgan. Juventus, Atalanta, Benfica mana shu hali mayda-mayda chayir bolalarda ish ko'rsatadi hali ular ham. Ammo Qozog'istonga kelar ekan Real. Qozog'istonga kelar ekan, uje chiptalar sotilib bo'lgandir. Stadionda 3-4 kishi aka biz kirib o'tirib turardik. Deyishni boshlashgan uje ko'rpa to'shaman borib. Barsa rasa PSJ'da so'radinglar. Mana PSG birinchi turdan sizlar omadlisizlar, o'ta PSG tushdi. Uni u yog'i ketib tashlaydi haligi. Tuya top qishlog'i 2. Osha xolos omsalar komandasi. Shu Do'n mahalla degan komandalar tushib qopti. Bu yog'i endi bilmasam men bu. Gol urmasdan ham 8 talik ilatsiyalarga uyatan bo'lsa kerak to'g'ri. Paxtakorda ham qo'shib bermaslar. Yamal trigini ko'rib olardi, yaqinroqdan desam, yo'q, uni ilojisi yo'q deyishdi, bo'p dedim. Bu yog'i omad endi. Bunaqa prikolniy narsa emas. Bilsanglar reklamni admin deb akamning nomerini qo'yib qo'yganman. Nimaga? Chunki meni moliyaviy problemalarimni hal qiladigan odam. Hamma murojaatlarni yetkazadi. Shunaqa murojaatlar tushyapti ekan, mayitli bolalar haqida gapirib bering yoki mana ismga gapirib bering, manaqa deb berib deb.
Men o'zim Andijondan bo'lganim bilan hech qachon Andijon menga obuna bo'ling, meni podpiska qiling demaganman. Vodiy menga o'zimman podpiska bosinglar demayman. Vodiy meni podpiska qiling demaganman. Nimaga? Chunki meni tushunadigan hamma uchun gapiraman. Xoh boshqa viloyatda bo'lsin, xoh boshqa davlatda bo'lsin. Qaysidir viloyatda yomonlash, odam ajratish bo'lgani bilan bir xil, yaxshilash ham xuddi shunaqa. Buni to'g'ri qabul qilinglar. Ismlar ham xuddi shunaqa, har bitta ismga ham yomon, ham yaxshi odam bor. Siz oshningizga tushadi deb gapirib qo'yganim bilan u ismdagi boshqa meni kuzatayotgan odamlarning oldida hurmatim tushib qoladi. Shuning uchun haligi ismlarga ham gapirib bermayman, iltimos, viloyatlarga ham viloyat ham qilmayman. Ismlarga kelsak, ism eng yaxshi Feruzbek. Yoshligimizda mahallada to'p bo'lib qolsa, mana to'p bilan 700 yil o'yin bilardik. Senasidan to'p bilan badminton ham o'ynab berardik. Har xil hozir mana yosh bolalar telefonda PES o'ynab berishayotgan, PES degani bor ekan. Biz bugun futbol o'ynagan chiqmasang, dadang PES o'ppasin deb hammani olib chiqib olardik ko'chaga. O'ynardik, mana futbol yo'q bo'lsa lider o'ynardik. Lider mana kim ko'p tepada, har xil joyda har xil nomlangandir. Kim ko'p tepada, eng ost tepgani varata turadi. Hali bitta bola bo'ladi. Tapchkasini o'zida 150 ta tepadi. Agar butsa keta kiyib chiqadigan bo'lsa, mana mahallaga mashina kelib qolguncha tepib turaveradi. Voy hammadan o'tib ketding, tektar desiz ham tepib turaveradi, ammo varataga to'g'ri tepa olmaydi. Keyin bitta uni teskarisi bor. Mahallada zapas o'ynayotgan qizlar ham haligindan hazillashib ko'p tepib beradi. Haligi tepishni boshlaydi, atay kalladan boshlaydi, tizzaga bitta tegizadi, oyog'iga 3 ta tegadi, marimga tekkanini ham hisoblayman deb turib oladi. Oy! Mutahamchilik qilma, bo'qing chiqarib qo'yman, manqahor hisobpas bu siz ham hisob deydi, lekin baribir varataga yaxshi turadi. Haligi aka hali ham tirik mahallalardagi bola kellar to'pinglar bitta tepachi deb turib, bir tepib hali varata turgan bolani nari mahalla o'tkazib beradi-yu. Aka bo'ldi endi, o'zi mahalladan keluvdasi bola jo'natib berdi deb turib. Singillarda pul so'rash degan qobiliyat tug'ma paydo bo'ladimi yoki bularni biz qaramay turganimizda qanaqadir kursga jo'natishadimi? Men shuni tushunmayman. Mana qarz olayotganingizda hamchi mana kunga beraman aka deb garantiya bersiz bo'laveradi, u darajada ko'rmaydi. Lekin singizga nimadir olib beraman siz kunini aytmaylar. Bir kun oldin boshlaydi. Aka, ertaga hali kun keladi. Va'dis esingizda-ya, va'dis meni esimda. Mana hamma ko'ryapti, ertaga olib bermasiz sharmanda bo'lasiz deb zo'r TVdan chiqib olib gapiradi. Bu mana ukam oldimga keladi, aka deydi, ha. Men qarang, qiylanib ketdim. Yozda ham maktabga mana go'nkalashda boryapman, aka bir yaxshiroq patinka bering. 3-sinfda kiygan butsam bor, ashinda 3-4 kun eplanib turasam. Singlim keladi, aka kecha bergan tuxligingiz yoqmayapti, qorasini olib qo'y. Biz bugun oqini olishim kerak, pul bering. Men singlim 300 ming so'm pulim bor edi, 500 ming so'm senga. Keyin ikkamiz o'tiramiz, ukam-ukamiz o'ylanib, qanday qilib 1 minutda boyib ketsa bo'ladi degan videoni ko'rib YouTubedan. Bilmayman bularda bu talant qayerdan kelgan. 3-4 kun oldin ayam nomeridan video tashlashni boshlaydi. Jonim akam, asalim akam degan videolarni. Ukam assalomu alaykum deb yozdi, bloklayman. Sirali. Shuncha oshnam haqida gapirib, bu oshnam haqida gapirmasam bo'lmaydi. Mana sizlar ham taniysizlar. Ko'chada chiroyli qiz bilan bitta xaroproq bola ketayotgan bola, Jakuga o'xshaydigan bola. Asha bola, xuddi asha bola, sizlar ham ko'rgansizlar. Men hali qizlarga hayron qolaman. Singlim nima bu ota-onangiz mana shu uchun shuncha harakat qilmagandir. Ahvolni qarang. Huniyligim huniy emas, tim huniy bu. Huniy odamlar yo'qolib ketmasligi uchun qizil kitobga ham kiritilgan. Kallasida ham hech narsa yo'q, mana kaseta turadi bu. Bir marta maqtoy olib qo'ygan, shundan go'lami o'ldigan nominatsiya bo'yicha oluvdim ekan, bilmayman deb. U puli ham yo'q degan qizga, puli ham yo'q. Yer yuzini pulini to'plab turib uni qarzlarga to'lamaysiz, 3 ming so'm yetmay qoladi bu. Nimasiga ishani nima deb aldadi bu siz? Sen uni qarama, munningni tortib olib. Men mog'oriylarda nima deb aldagan deb o'ylayman-da. Nima deb aldagan? Shu nima, hali bizga aytib berganmi? Ko'chada 3 kishini bitta o'zim urdim, bitta o'zim. Deydi-yu. Hech ham ko'rganmisizlar bir kishi kelib turib, kecha 3 kishi ketayotdi, bir kishi urib pachag'ini chiqarib olib, bittamiz komada yotib degan. Yo'q, u yolg'on-da, yolg'on, faqat yolg'on bu. Shu ichma desam, ichib oladi, har safar hincha kino ko'rsatishni boshlaydi. Ichib olgandan keyin, mana shu pasportiga ham jinsini o'rniga Alka Napoleon deb yozib qo'ygan bo'lsa kerak deb o'ylayman-da. Bu bolani oyog'idan qitalasak ham qaytmayapti-da. Ichma desak bu bo'lmayapti, ta'sir qilmayapti umuman. Ichishga ichib oladi, boshlanadi. Jigar, bu dunyo sizman mendan bitta sirni bekitadi, jigar. Ash sirni o'rniga seni bekitib qo'ya olmaydim. Yur, oldimga tush, dodir. Mashinaga chiqib ketyapsiz. Jigar. Shopurga pul bermay qochib ketaylikmi, ha, jigar. Shopur eshitib turibdi hali gapini. Men oldiga ketyapman, oldin menga qarab aytadi, shopur ham eshitib turibdi. Aka e'tibor bermay, men o'zim beraman sizga pulni. Bu anaqa desa bosh oltida qolib ketib qolgan. Qochib ketamiz, yeta olmaydi deydi. O'zi bitta oldiga, ikkita orqaga qadam tashlaydi, to'g'ri yo'lda ko'rsanglar cho'ygandan keyin. Mashinadan tushmasdan yetib oladi shopur bizga. Haligi kulminatsion nuqtasi bor, ichib olgandan keyin oyimiz haligi chig'anag'igacha og'ziga tiqib o'tirib oladi-yu. Chiqarveraman. Eng qizig'i har safar mastava qaytib. Maktab mavzusiga qaytamiz. Maktabda bilsanglar shunaqa holat bo'ladi, ruchkangiz yo daftaringiz qolib ketsa, ustoz aytardi. O'zing qolib ketmabsan-da derdi. O'zing qolib ketmabsan-da. Men o'ylardim, ustoz siz rostdan miyangizda o'ylaysizki, men o'zim qolib ketishni plan qilmadimmi? Men o'zi xohlab keldi bo'lasiz, qo'lab beryapsizmi siz maktabda, men o'zim xohlab keldim. Men
Mon qaranglar, men planlar tuzam. 11 yilda 11 marta o'zim holat chiqqanman. 1-sentyabrda yozda qilgan formamni ko'rsatish uchun. Bo'lmasa ayam urmasa chiqmasdim. Planlar qilardim. Duolar qilib ertaga maktab ochilmay qolsin deb o'tiraman. Tushunyapsizlar? Koronavirus bo'lganda mendan xursand odam bo'lmagan. Tomdan sakrayversamki, u maktabdagilarni ishontirganda ishontira olmaysiz. Uydagilarni, misol, bu o'lib qoldi deb ishontirib olmaysiz. Bu o'zi o'tirgan bo'ladi. Bu Michael Jackson konsert berayotgan tekin ekan. Uni deya olmaysiz, to'g'risi. Eng qiziq bolalar mana o'zi tan olinglar, qizlarni ko'rgani borardi, ko'pchilik. Sinfda ikkita prioritet qiz bo'lardi, oldi qizlar. 30 ta bola bo'lsa, 10 tasi bitta qizda, yana 10 tasi yana bitta qizda, qolgan qizlarni qolgan bolalar bo'lishib oladi. Bo'ldi, ashlarni ko'rish uchun boradi. Hali 20 ta ichida bir-biri bilan urushib, birinchi deb aniqlanadi. U qizlar o'zi erga tegib ham ketgandir, bizdagilar tega olmadi, kontraktga kirishgan hali ham. Misol, qorli mana shunaqa sovuq havoda esimga tusharadida bitta narsa. Yoshligimizda misol, og'rib qolsangiz endi baribir ayollar ko'proq xavotir oladi-yu, kasal bo'lmasin deb. Ayollarda ekan sababimiz dada zodi bor, dada og'rib qoldim men desangiz, hozir hamma og'riyapti deb beradi. Xuddi haligi, voy hozir hamma og'riyapti, men navbat emas ekan deb og'rimay turishingiz kerak. Ayollar har doim misol yozda ham ko'chada issiqda bo'g'ami, boshingni olib o'tadi, chiqma ko'chaga. Qishda ham sovuqda nima qilasan ko'chada? Og'rib qolasan. Og'rib qolsang qaramaymanmi deydi. Yo, maktabga ketasiz. Shapkani kiyib olgin. Yomon qilamanmi? Shapkani kiyib chiqin deydi. Kichkina bolalarda o'piti bor. Eshikdan ayaz oldan shapkani kiyib chiqasiz ko'chaga. Bir yetida bir 15 metr yurib turib shapkani so'mga solib qo'yadi. Chunki shapkada odam xunuk. Men ham shapka kiysam xunuk ko'rinaman. To'g'ri, bunga shapkani aloqasi yo'q, lekin bab. Eng qizig'i, rostdan og'rib qolasan. Qaramayman degan ayaz baribir qaraydi-da. So'kib qaraveradi, lekin mehribonchilik bilinib turadi. Hammasi siz atrofingizda multfilmlar qo'yib berishadi. Mazza yo'q, hamma sizga e'tibor qaratadi. Mazza. Og'rigim kelib ketdi. Tavba qildim. O'zidan tereschur chiroyli qizlar bilan gaplashadigan bola hammani guruhida bo'lsa kerak. Bizda ham bor. Bir kun ko'chada ko'rib qoldim. Qiz rostdan chiroyli, haqiqatda chiroyli qiz turibdi. Oldida ona turibdi. Shu ko'rgan odam chista paxta terimdan qochib kelgan deb o'ylaydi. Rasmga olib 30 yildan keyin bolalarga ko'rsatsalar, O'zbekistonda ham qiyin davrlar bo'lgan ekan, deydi to'shni. Hali qizga aytayapman-da, singlim deyapman, qo'shganing bilan qo'sha qarigan deyilgan. Qarigan odamga qo'shilib olgan deyilmagan bu. Gulda hayotingizga bir pasalari qo'nsa nima bo'ladi? Bu bizni Gonkongimiz nima qilyapti bu yerda desam, bu aldashga usta edi, esdan chiqib qoldi. Biznesmenman, qo'limda 5-6 ta odam ishlagan, 5-6 ta odamga boshliq bo'lganman debdi. Shu sinfkomimiz 2 hafta suv ichsak yo'q bo'lganda sinfkom bo'lib qoluvdi. Ashini aytib shekilli chaman. Chet el kompaniyasining logistik ishlariga javob berganman debdi. Ikkamiz kuryer bo'lib ishlaganmiz Rossiyada, eslicho. Hozirgi kunda aksioner hisoblanaman, katta aksionerman debdi. Bu kimdir tushuntirsin, bu do'kondan doim aksiyaga narsa olish, bu aksionerlikka kirmasa kerak, to'g'rimi? Ikkiga narsa. Bolalarda mana misol ustki guruh bor, bilasizmi? 4 kishi, 5 kishidan. Qizlarda endi unaqa bormayapmi bilmayman. Lekin qizlarda paddeshga boshqacha. Misol, post qo'ysa qizlar bir pastda kirishib, like'lar bosib, kommentariyalarga krasotka, oy как milo bunasalar. Bolalar post qo'ysin, birinchi hali iplos keladi. Birinchi hincha bayroq tashlaydi, 4 ta. Orqasidan hali 4 tani atmetga qiladi qolgan 4 tani. Ona 4 ta kelib birinchi yozadi. Bo'g'am bunaqa post qo'yib, qurbaqa bilan yonma-yon qo'ysa, aka-ukaga o'xshaysan o'zi. Yana bittasi kelib 1000 ta like olsa telefonini olib beraman. U tashida. Mana misol u ustki guruhdagi bolalarning ichida ikkitasi bo'ladi. Bir-biriga shunaqa bir jinni bo'ladi haligilar. U odammi shular ham deysizlar-da. Hali shunaqa videolar tashlaydi u ikkitasi bir-biriga. Ana qizlar Instagramda unaqa videolar borligini bilmasa kerak deyman, nima? Ikkita qoravoy o'pishayotgan video taygan bir-birini biz deb atmacha qilib qo'yadi. Buni ko'chada it o'tib ketsa, qara dadang ketyapti deydigan ashlar. Va unaqa qilishmagan desangiz foyda. Bolalarda mana misol ustki guruh bor, bilasizmi? 4 kishi, 5 kishidan. Qizlarda endi unaqa bormayapmi bilmayman. Lekin qizlarda paddeshga boshqacha. Mana misol post qo'ysa qizlar bir pastda kirishib, like'lar bosib, kommentariyalarga krasotka, oy как milo bunasalar. Bolalar post qo'ysin, birinchi hali iplos keladi. Birinchi hincha bayroq tashlaydi, 4 ta. Orqasidan hali 4 tani atmetga qiladi qolgan 4 tani. Ona 4 ta kelib birinchi yozadi. Bo'g'am bunaqa post qo'yib, qurbaqa bilan yonma-yon qo'ysa, aka-ukaga o'xshaysan o'zi. Yana bittasi kelib 1000 ta like olsa telefonini olib beraman. U tashida. Mana misol u ustki guruhdagi bolalarning ichida ikkitasi bo'ladi. Bir-biriga shunaqa bir jinni bo'ladi haligilar. U odammi shular ham deysizlar-da. Hali shunaqa videolar tashlaydi u ikkitasi bir-biriga. Ana qizlar Instagramda unaqa videolar borligini bilmasa kerak deyman, nima? Ikkita qoravoy o'pishayotgan video taygan bir-birini biz deb atmacha qilib qo'yadi. Buni ko'chada it o'tib ketsa, qara dadang ketyapti deydigan ashlar. Va unaqa qilishmagan desangiz foyda. VPNlarda reklamasida yoki Instagramda video ko'rib o'tirsanglar, hali 10 yillarda reklamasi sizlarda ham chiqadimi? Qaysi dovdir o'ynaydi mana shu o'yinlarda? Reklama qilish uchun.
Nimaga har safar yutkizib qo'yadi u? Bir marta yutadimi u? Har safar yutkizadi. Men ashuni ko'rib olaman, uxlamay chiqaman keyin kechqurun qilib. Bu naqa o't desangiz ham o'tmaydi. Ustiga bossangiz kirib ketib qoladi o'yin ichiga. Shu yutadigan odam bilan ham reklama qilsa bo'ladi-yu, to'g'rimi? Mana shu Angishona miyadan boshqa, mana shu qo'li akasha bo'lgan Dodir qurbaqa kalladan tashqari ham kimdir bordir-u, to'g'rimi? O'ynab berish uchun. Ashiyla o'ynash shart emas-u. Bitta ham tele adresini bilsanglar, o'zimiz akalar kelishgan holda ustidan yozib qamatimni aytib o'raylik ashyoqdan-da, to'g'ri. Undan ham yomon bor. Hali men dunyoda eng xavfli, eng zo'r qo'riqlanadigan 5 ta joyda aytaman sizlar. Mana bu joy desa 5-o'rin, mana bunisi desa 3-o'rin, mana bunisi 4-o'rin, mana bu joy desa yo'q, u yo'q, mana bu joy desa 2-o'rin deydi-da. 1-o'rinchi desa, bilganlar kommentariyaga yozishadi. Bilmaydi hech kim. Bilsa videoda oxirigacha ko'rami? Bilmaydi hech kim. Shuni aytib qo'ysangiz, sigiringiz egizak tug'may qolamiz siz. Aytib qo'ying, oxirigacha ko'r. Bu deb любой mashinani obzori boshdan so'z ideya yeb ketadi, lekin biror ideyasini topish yaxshi emas. Mashinamiz ism sharifi Bardosh deb nomlanadi. Yo'llarimiz shu tempda rivojlanishda davom etsa, xudo xolasa keyingi qismlarida chidamli, yama sezmas degan nomlar bilan ham yangi mashinalar ixtiro qilamiz. Mashinamiz O'zbekistonda ishlab chiqariladi, Asaka Motors tomonidan. Sezib turganinglarda o'zimizning qalamimizga mansub. Mashinamizda hamma mashinalarga ham nasib qilolmaydigan funksiyalardan bittasi ABS tormoz bor. Undan tashqari konditsioner bor. Qishda sovutib, yozda isitadigan emas, haqiqiy qishda isitib, yozda sovutadigan. Eng qizig'i mana shu mashinamizga 1-fevralgacha skidka ketyapti. Skidka degan hali 1,5%, 1% ukaligi kami bormi degan prosent emas, sirazi 12 million so'm skidka ketyapti. 132 million so'mdan hozirgi kunda 119 million 900 ming so'mga shunday kelib, o'chirta ham yo'q. Shunday kelasiz, olib chiqib ketasiz. Hech qanaqa o'chirtali oyda oxiriga chiqib olar, monni chiqib oladi, kutyapti degan gaplar yo'q. Sirazi kelasizlar, aka mashinaga keladi desanglar, sirazi kalitni berishadi. Siz turganinglarda mashinamiz oilabop qilib bino qilingan, bir hafta odam chiqadi, uni oxirigacha bizni jaylab, onun ustiga odam chiqara oladi. Men o'rtada sidinani yozib, spanik bo'lib, toqqa chiqib ketsanglar ham bo'ladi. Toqqa bemalol chiqasizlar, ABS o'rgandan keyin любой joyga chiqib ketsanglar bo'laveradi. 180 ga bosar ekan. Chiqib turib bitta ko'rsatib berardim, 180 ga rostdan chiqish chiqmasligini, prosta gaya keladi, baxtiga pravam yo'qda. Kecha Monakoda motam kunimida akalar, yo Vinicius tug'ilgan kunimida 6-1 ham bo'lamiz o't. Birinchi taymdan keyin 2-0 o'layotdi, jinday sharqdan boshqa kamandan ifori kelib qoldi ekan. Uxlavorardim, ikkinchi taym hakka o'tib ketibdi-yu, aka yig'ilib sharhlamadimi hali kech qilib. Har bitta urgan golga, shu ham golmi, shu ham gol. O'xshab qoldi xolos. Real ham kamandan o'z devermagan bo'lsa-lar deb turibman hozir. 6-1 Vinicius tashlab bergan любой top kimdir tevarata tepsa gol urib, hali Zashda ham o'yindan keyin nima urib qo'yding o'zingga desa, Vinicius tashlab bergan hamma top kimdir tepsa gol uryapti, varatala skorni tefar olibman debdi-yu o'yindan keyin intervyuda. 11 ta gol bilan Mbappe birinchi o'rinda turibdi ekan top urarlarda. 4 ta assist bilan Vinicius 1 ta assistentlarda, 3 ta sariq kartochka bilan Karyeres 1 da, bitta qizil kartochka bilan Carvajal 1 da. Sel. Yaxshilik bilan yomonlik teng ketadi deydi-yu, shu o'zimiz ekanmiz hamma joyda, bolalar cho'chimanglar. Shunaqa qilib 6-1 tabriklayman.